Любой odam, любой bolani ota-onasi qarshilik qiladi. Bitta o'g'il bo'ladi, 9 ta o'g'il bo'ladimi, qarshilik qiladi. Ana o'zimdan bo'lgan narsani aytaman. Masalan, men oldin pul topmaganman, PUBG o'ynab. Masalan, 5 ta stream qildim, birinchisi 200 odam kirdi, ikkinchisi 80 ta odam kirdi, uchinchisi 60 odam kirdi, agar to'rtinchisida уже 400 odam kirdi, beshinchisida уже mingtaga chiqib ketgan. Sizlar ham agar o'ynashni bilsalaring, 12 soat, 10 soatlab bir kunda o'ynasalaring, hech qachon agar shu narsani xohlasalaring, o'zlaringiz желанияларинgiz bo'lsa, hech qachon bu narsadan orqaga qarab, o'girilib, qochib ketmanglar. Videolarni gapiga kelib bo'ldi, videolar shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylamanglar hech qachon. Так что ko'taringlar, bosinglar oxirigacha hech qachon to'xtamanglar. Главное, ichlaringizda